2006-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir avtomobili keldi. Motorlari 1 gram moy yemaydi. 1.5 Donus motor. 4 ta balonlari 90% da. Pashti yangiday bo'lib turibdi. 100 talik metan gaz temir balonlari bor. Ushbu avtomobilimiz kraskalari top toza desa ham bo'laveradi. Faqatgina karniziga ikki tarafiga tosh tekkani uchun sepilgan. Qolgan joylari top toza. Bemalol xohlagan ustalaringizga ko'rsatib olishlaringiz mumkin. Avtomobilimizga Lasetti roller qo'yib qo'yilgan. Original magnitofon, kolonka, yangi chexol polik taqib qo'yilgan. Tomigacha shumka bo'lgan. Bemalol kelib naqd pulga ham, variantga ham olishlaringiz mumkin. Boshlang'ich 10 million so'm pul bilan variantga chiqib ketadi. Ushbu avtomobilimizni narxi 48 million so'm kelishtirib beramiz. Xohlagan dokumentlaringiz bo'ladi.